Bu bir odamxo'r beliq. Uning bu badbashir chiroydilla vahshiyligiga chiqib turadi. Bu qopshurak qeyri professor qo'lni suvga tiqib, uning haybisini ko'rib boqmoqchi bo'ladi. Bu odamxo'r beliq zodi qandoq paydo bo'ldi? Azilda bir beliq tutayotgan boy ehtiyotsizlikdan aroq bodolkisini ko'lga tushirib qo'ydi. Keyindilla ko'lda qaynam hosil bo'lib, boyning kiyimisini joyida piqirtib yetdi. Boyning kichik kiyimisini suvga tortib akirib ketdi. Ayol razvedchik boyning izdiraksiz g'oyib bo'lgan xabarini anglab ko'l bo'yiga kelib izlash xizmatini boshlab yetdi. Natijada quruq iskeletdan boshqa hech narsani topolmaydi. Yuqoridagilar boyning yo'qolib ketishini yer qatlami tavrashdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin deb yer tavrash mutaxassislarni avatadi. Ayol razvedchik ularni naq maydonga ib keladi. G'avvoslar bu yerdagi ko'l ostiga cho'kib, nurg'unlig'in g'alati narsalarni bayqaydi. Sinchilab qarsa, bu bir beliq to'ralmisi edi. G'avvoslar bu tuxumlarni silab beqishga urindi. Ammo dal bu paytda noma'lum bir jonliq uni tishlab, beligini qonitib yetadi. Bu ishdan cho'chib ketgan g'avvos atrofga shundoq bir sapsilib qarg'indi. Boshqa g'avvoslar yordamga yetib kelganda, bu g'avvosning sumkidan boshqa narsa qolmagan edi. Ko'pchilik bu beliqdan bir tonna tutib olib, professorni ko'rib iqishga akilib berdi. Professor bu jonivorni ko'rib ishonmay qolgan edi. Chunki bu 2 million yil burunli nasli qurib ketgan bir xil jonliq edi. Bu paytda ko'l bo'yida yillarda bir o'tkazilgan cho'ngtutki shodlik bayrami ilib berilyotdi. Garchi amonlik saqlovchilar osmon qartib o'q chiqarib kishilarning diqqatini tortmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ko'pchilik hayajonlangandan xavf xatarning yiqilishayotganligidan qilch xabarsiz edi. Amonlik saqlovchilarning qilgan askartmasiga parvo qilish u yoqda tursin, yig'ib bakarak o'yinga berilib ketib boradi. Ayol razvedchik o'g'li Jekka telefon qilib, uning ahvolining xatarli ekanligini aytdi. Bu paytda uning o'g'li Jek dal bu ko'ldagi kater deydi. Hech qanday ular chiqqan katerning motori lotqiga yugilib qolgan edi. Kapitan lotqidan chiqib ketish uchun kuchab mayni bir dasab katerni bir xoda tashga so'qiydi. Natijada suvga tushib ketib, odamxo'r beliqning hujum uchraydi. Garchi keyin qutqizib chiqqan bo'lsa-mu, uning allburun tiniq to'xtab qolgan edi. Buni oz degandek bu chog'da katerning tuvan tarafiga allaqachon suv kirishga boshlagan edi. Bu qavatda qapsilib qolgan bu qizcha xavf ichida qolgan edi. Ayol razvedchik o'g'lining qapsilib qolganligini anglab, o'g'lini qutqizishga otlandi. Bu paytda ko'l bo'yidagi shodlik bayrami davomlashyotdi. Ular xavfning yiqilishayotganligidan butunlay xabarsiz edi. Odamxo'r beliqlar tuyuqsizlik kishilar to'piga hujum qo'ydi. Ko'l suvi nihoyat tezli insonlarning qo'llari bilan to'ldi. Dengiz xodimlari garchi beliqlarni o'q tutgan bo'lsa-mu, ammo buning hech qanday roli bo'lmadi. To'p-to'p kelgan bu odamxo'r beliqlar kishilarga vahshiylarcha aytilyotdi. Ular kelgan bu yerda quruq iskeletdan boshqa hech narsa qolmagan edi. Biraylan choqbalakni ishlatib atrofidagilarni qo'g'dirmoqchi bo'ladi. Natijada tezda beliqlar tarafidan qo'rshilinib, ularning g'izosiga aylanib ketdi. Ko'l bo'yida bayram shodligidan asarmi qolmagan edi. Jek tarafda bo'lsa, kater asta-asta cho'kishga boshlagan edi. Ayol razvedchik oxiri yetib keldi. Ular arqon bilan ikki katerni mahkam bog'laydi. Ayol razvedchik bu arqon bilan o'g'li va katerga yamishib chiqdi va katerdagilarni xotirjam qilishga tirishdi va bularning bu cho'kish oldida turgan katerni qutqizib chiqmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda to'van qavatdagi qizchaq texichi bu yerda qopsilib qolgan edi. Suv yuzi bog'on siri o'rlayotdi. Jek pastda qopsilib qolgan bu qizni qutuldirishni tanlaydi. Qolgan ko'pchiliklar birlikda arqon bilan yana bir katerga chiqyotdi. Dal mush paytda arqon bog'lagan yerdan uzilib, ayol razvedchik suvga tushib ketdi. Holiqliq paytda kapitan uni qutqizib oladi. Bu chaqda pastdagi qizcha xavf ichida qolgan edi. Jek uni qutuldirish uchun bir jasadni suvga tashlab, beliqlarning diqqatini tortdi. O'zi bo'lsa arqonni o'ziga ching bog'lab suvga tushib katerning keyin tarafidan ichiga kirdi va qizchaqning yeniga sog' salomat berib olgandan keyin xabarlash apparati bilan sirtdagilarga o'zining ta'tir sanoq boshlashi bilan uni arqonni tortib olishini talab qiladi. U bir qo'l chiroqni topadi va katerning ichidagi tunglarning og'zini ichib ta'tir sanoqni boshlab o'tadi va qizchaq bilan birlikda suvga shung'ib kirdi. Keyindilla kapitan katerni qo'zg'atib arqonni tortib oladi. Cho'kish oldida turgan kater portlab, Jek sirtdagi katerning qotishi bilan qutulib qoladi. Ko'pchilik oxiri qutulib chiqib xatardan qutuldik deganda professordan telefon kelib qoladi. Uning deyishicha, u bu beliqlarni tadqiq qilish jarayonida bu beliqlarning texi yetilayotgan bosqichda ekanligini aytadi. Amisa yetilib bo'lgan odamxo'r beliq zoti qanchalik yo'g'on bo'la. Kapitanmi bu to'g'riliq tuyuqsiz o'yga tushib, gangrab turganda. So, where are the parents?